Bugun admin uchun kirish hamda chiqishni o'rganib chiqamiz. Demak, registratsiya ro'yxatdan o'tganimizdan keyin kirish tugmasini bosamiz hamda o'zimizning telefon raqamimiz hamda parolimizni yozamiz. Parol esdan chiqib qolmasligi uchun bir joyga yozib qo'ygan ma'qul. Agar parol esdan chiqib qolsa, parolni unutdingizmi degan joy bilan parolda tiklashimiz mumkin. Tasdiqlashni bosamiz hamda mana bu yerda admin panel ya bo'lmasa mana bu yerda ham admin panel chiqadi. Shu admin panelni bossak, admin panelga o'tamiz. Mana bu admin panel. Demak, bu yerda tashkilot bilan statistika degan qism bor. Mana bu yerdan chiqmoqchi bo'lsak, mana bu yerga kirib chiqish tugmasini bosamiz. Hop, bu yerda nimalar bor? Birinchisi ismimizda agar bunga bosilsa, keyingi qismda ko'rib chiqamiz buni. Keyin chiqish tugmasi bor. Ikki xil tun hamda kun degan rejimimiz bor. Tashkilot, statistika menyularimiz o'tish bor. Demak, chiqishni bossak, bu yerdan chiqamiz.